Mana bunisi bu videomizdan foydali. Mana da yeringiz olganingizdan keyin, dala bo'lgandan keyin poyanab ariqlaringiz mana shunday qozilish kerak. Yerdan kamida 1,5-2 metr chuqurlikda bo'lsin. Poyanab suvlaringiz umuman qaytmasligi kerak o'ziga. Bir tomchi suv qaytib ketmasligi kerak. Poyanabga tushib, mana poyanab ariqimiz bu. Bu yoqqa chiqib ketadi. Mana betonlar cho'tki qilib qo'yibsiz, ko'ryapsizlarmi? Mana shunday chiqish kerak. Endi bu dalamizga kelamiz. Bu dalamizda masalan bedadan chiqqan foydani nima qilasizlar degan odamlar savol beryapti. Kecha Instagramda telefon qildi. Aka nima qilyapsiz, nima qo'yapsiz? Aka bedadan chiqqan foydani mana qishloq xo'jaligi. Xullas, sabzavotimiz. Tarvuz ekkamiz, tarvuzlarimiz mana shunday hosilga o'tirib qolgan. Xudolik mana. Har tarafda hosillari bor. Mana tarvuzlar mana. Mana tarvuz. Mana shunday tarvuzlarimiz o'tirib turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Endi polni dalani bunday ko'rsasak, olib keling. Mana bu yog'i videoni o'zim olaman. Mana shunaqa poliyamiz akalar. Mana shu dalamiz. 15 gektarga tarvuz, qovun, 1 gektarga chist koreyskiy piyoz urug'imiz bor. Birinchi pachka urug' deydi uni. Pachka urug'dan 1 gektar pomidorimiz bor, 1 gektar qovunimiz bor. Mana shunaqa joyimiz. Xudo xolasa bu dalamiz ham mana bu dalamiz xudo xolasa toza bo'lgandan keyin, qamishlardan toza bo'lgandan keyin inshaalloh o'sha meva sabzavotimizda bu dalaga o'tkazamiz xudo xolasa. To'ldirib kartoshka ekamiz nasib bo'lsa. Kartoshkaga o'qiydigan joy. Tuprog'ini ko'rdik. Faqat bitta aybi qamish bosib ketgan. Qamishdan tozalab telasak bo'ldi. Qamish bosishga sabab suv qaytib ko'llab qolavergan. Endi buni tozalayapmiz, Allohga shukr. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Bizni kuzatishda davom etingizlar.